Nega hech kim Barselonaning bu mavsum Chempionlar Ligasini yutishiga ishora qiluvchi aqlbovar sabablar haqida gapirmayapti? Videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying, hozir men sizga buni tushuntirib beraman. Ko'pchilik jahon chempionatidan keyin Barselonaning mundialda qatnashgan 8 nafar futbolchisi suslashadi deya fikrlar bildiryapti. Lekin tarixga qarasak, bu mavsum 2010 va 2011-yildagi mavsumga juda ham o'xshash. Aynan o'sha mavsumda Barselona Chempionlar Ligasida g'olib bo'lgandi. Mana shunga oid 6 ta eng qiziqarli faktlar va teoriyalar haqida gaplashamiz. Birinchi teoriya Ispaniyaning jahon chempionligi. 2010-yilda Ispaniya terma jamoasi tarkibida Barselonaning 8 nafar futbolchisi bor edi. Keyingi mavsumda esa Barselona Chempionlar Ligasini yutgan. Endi ham Ispaniya jahon chempioni bo'ldi va tarkibda yana Barselonaning 8 nafar futbolchisi bor. Qolganini vaqt ko'rsatadi. Ikkinchisi esa murabbiyning jamoadagi 3-mavsumi. 2010-2011-yilgi mavsumda Pep Guardiolaning Barselonadagi 3-mavsumi edi. 2026-2027da esa Hansi Flickning klubdagi 3-mavsumi bo'ladi. Uchinchi sabab esa ketma-ket ligadagi 2 karra chempionlik. O'sha paytda Barselona Pep Guardiola qo'l ostida ketma-ket 2 marotaba La Ligani yutgan holda mavsumni boshlagandi. Hozir ham klub La Liganing amaldagi 2 karra chempioni sifatida yangi mavsumga kirib kelmoqda. Qizig'i 2010-yilda ham Barselona Ispaniya kubogini yuta olmagandi. 4-sabab esa murabbiy Jose Mourinyoning Real Madridga kelishi. 16 yil oldin Real Madrid Pep Guardiolani to'xtatish uchun Jose Mourinyo'ni bosh murabbiy etib tayinlagan edi. Endi esa 2026-yilda Mourinyo yana Real Madridga qaytdi va bu safar Hansi Flickni to'xtatishga harakat qilib ko'radi. Yana bitta bonus, Argentina jahon chempionatida 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Bu holat 2014-yilni eslatadi. O'shanda Argentina ham finalda mag'lub bo'lgandi. Keyin esa 2014-15-yilgi mavsumda esa Barselona yana Chempionlar Ligasini yutgan edi. Yana bitta bonus esa oltin to'p masalasi. 2010-yilda Barselonaning 10-raqamli futbolchisi Lionel Messi oltin to'pni qo'lga kiritgan edi. Oradan 16 yil o'tib jahon chempioni va La Liga MVP'si bo'lgan Lamine Yamal ham bu mukofotga asosiy da'vogarlardan biri hisoblanmoqda. Albatta bu shunchaki shaxsiy taxminlarim va hozir ommalashayotgan teoriyalar. Siz bunga qo'shilish yoki qo'shilmasligingiz o'zingizga havola. Mana shunday futbolga oid eng zo'r kontentlardan qolib ketishni istamasangiz, hoziroq sahifamga obuna bo'lib qo'ying do'stlar.